Bu videoda bize topshiriqlarni bajarishni yutasan challenge-ni olamiz. Bizda 3 ta raund bo'ladi va har bir raundda biz bittadan sirli quti ichidan qilish qiyin bo'lgan topshiriqlarni tanlab olamiz. Va kim bu topshiriqlarni bajarsa, u 1 ball oladi. Bajara olmagan bo'lsa 0. Va bu videoda men, Muhassik va Maqsud qatnashadi. Va video oxirida eng kam ball yiqqan inson yutqizadi. Va yutqizgan insonni juda ham uyatli nakazani kutadi. Va bu nakazani haqida video davomida bilib olasiz. Va bo'lmasam boshlaydik. Birinchi raund. Va bo'lmasam birinchi raunddan ham boshlaymiz va hamma topshiriqlar mana shu bizning sirli qutimiz. Bilasizlar, legendarniy qarda va shaqadarasi bakallanchida bo'ladi. Va birinchi siz tanlaysiz. Ichida har xil topshiriqlar bor. Va sizga tushgan narsa Voy. boshidan yana jo'ski. Imini mast tushini xohladim. Yuzga chili surtish. Yuzga chili surtib, rovna 10 sekund turib berishingiz kerak. Lekin po'laroq surtirish kerak. Unda shunaqa sal jo'skiroq bo'ladi, chunki sizga qiziq bo'lish kerak. Xo'p, bolalar, mana endi mana shu chilini yuzimga surtishim kerak ekan. Mayli. Men flashni tanlab turaman, chunki rovna 10 sekund, 10 gacha sanagunimgacha ham turish kerak. Ozgina qo'lingizga birinchi bo'lib va maska, ничего страшного. Uy, uli. hop, shoshib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arting. Basharamdan endi g'alati hid kelyapti. Nuda bo'lmasam bular shartni bajardilar, artib tashamoqchiman. Va ana endi shart tanlash navbati menga. Hozir alamlarni olalar menimcha. Eng takoy qayerga tushishni men xohlayapman. Va menga tushgan shart. Yes, yes. Menga tushgan shart strichdan chiqib ketish. Yes. Bu hamma bo'lmasam strichga o'rab tashlaylik. Bu hamma bo'lmasa men o'ralishni boshladim. Sizlar bilan har doim ta'minlaymiz. Va bolalar mani 15 minut davomida o'rab tashashdi. Mana omaxonaga hozir 100 qavat strechga o'raldilar. Endi bo'lsa, bular hozir chiqishga harakat qiladi. Price ketdi. O'sha qorin bo'lmasa chiqaring bo'ldi. Давайте, ketdi. Xo'p, boshlanishiga. O'sh, bolu zatalab qo'limiz qishudi. Men chiqdim, eng qiyin joyi hozir bu qoldi. Bunaqa zatallardan qardim yomon ko'raman. Ayniqsa strichlarni chunki chiqish qiyin. Lekin qanchalik qiyin bo'lmasin, men bu 100 qavat strichdan chiqib ketishim kerak edi. Va 5 minutlik harakatimdan keyin strichlar shu holga keldi. Hammasi mana shu yerda qoldi, to'g'rimi? Mana shu yerda hammasi. Bunisidan ham chiqishim kerak. Lekin mana shu qiyin ishoninglar. Asli hammasi mana shu yerda hozir. Biram 100 qavat strich turib etdi. Va yana 10 minut harakat qilganimdan keyin Bundoq chiqib ketsam bo'ladi, unaqa. Shu mana shu hozir o'ylayapti. Uzib chiqmoqchiman buni. Nega hammasi yig'ilyapti? Va uzilib ketdi. Uzilib ketdi. Yiqilchaman hozir. Voy bola, vachi chiqib qoldilar, davay. I am champion. Da, demak chiqib ketdim. Qiyinchiliklar sezsam, shuncha qiynalib chiqib. No da, demak hozir men 100 qavat strichdan chiqdim. Va men o'zim uchun shart bajardim. Va endi shart bajarish navbati Maqsudga. Va davayt Maqsud tanla. Va Maqsudga tushgan narsa bu krokodil o'yinini o'ynash. Bizda krokodil o'yini bor, uni tishini bosib yutish kerak. Va bu menga qarshi prям 3 marta o'sha kimdir yutqizguncha o'yin bo'ladi va bu har bir yutqizganiga bir tomchi mayli chilidan ichadi. Bo'lmasa men omadimni sinab ko'raman. Va bo'lmasa mana o'sha krokodil o'yinchog'i va davayt sen xohlagan bittani bos. Mana yondan bitta bosdim. Bosdingmi? Da. Va men va meni bossam. Voy, tak, mashirdi. Mana bitta qolgani bosaman. O'sha jo'ski. O'sha kamgina qoldi. Meni qo'rqityapti-da qandaydir. Demak o'sha bitta yutqizdi, demak bir tomchi chili bor. Va davayt bo'lsam endi ikkinchi raund. Va men boshlayman. Hop. Mana. Voy. Yo'q, mash. Topdim mana. Demak, hozir hali ham bu bitta yutqizdi, demak bir tomchi va ana endi 3-raund. Davay. Burchidan boshlayman. Mana shu o'rtadan. Aytdan. Voy. Hop, endichi? Mana shu bitta qolgani. Yaxshi, eng kam qoldi. Bilgan ekanman. Demak, men bir marta yutdim, ikki marta yutqizdim. Va sen demak bir tomchi chili ichasan. Va dayt, bu chilini ich. Qalay? Yo'q, achchiq emas. Mana shunaqa maktabdan beri mana shunaqa bolalar yomon ko'raman. Og'riyotgan bo'lsa ham og'rimayapti dedi. Yo'q, o'qiyapti desam. Demak, Maqsud o'ziga tushgan shart bajarildi. Va shunda qarang, hozir birinchi raunddan keyin hamma o'ziga tushgan topshirig'i bajardi. Va demak, hammada bir balldan bor. Va ana endi navbat ikkinchi raundga. ikkinchi raund. Va endi bo'lsa ikkinchi raunddan boshlaymiz va davayt, siz birinchi tanlang. Voy, janimani galim. Ya'ni hech kim bunaqa jo'ski narsa tushmaydi deb o'ylayman. Va sizga tushgan narsa bu Arjimaniya
Oo, nima ekan bu to'qon? Отжимание holatida 3 minut turish. Da, ajimani xotir 3 minut turish. Ya'ni bilsanglar, no, как sportga tushunadi, press qotgan turlar-ku. No, o'sha turish. Tushunmanda. Nayoqda bu oson deb o'ylayman. Ketdi. Da, shunaqa ko'rinadi. No, boshdagi 1 minut oson, 2-minut sal qiynalib, 3-minutda haqiqiy addiski og'riq boshlanadi, addiski. No, давайте bo'lsam turish boshlang va men bu yerda sekundani berib qo'yaman, rovni 3 minut turishingiz kerak. Shunma birinchi o'shimni to'g'rilab olish kerak. Tayyormisiz turishga? Da, давайте. Bo'lmasam, hop, 3 2 1 ketdi, start. Turish boshlang. Osqarilib. Boshli minutda to'g'ri turaman. Ikkinchi minut sal mamnundor o'rad. Uchinchisi mashina olib ketsa kerak. Muhammad bo'lsa birinchi minut ketyapti va siz turishingiz kerak. Qarang, agar tura olmaysiz, ball yo'qotasiz. Oxirida naказаниесі ham bor bu challenge. Naказание shunaqaki, işte kimdandir borasizda, nimadir qilib pul yutasiz deb turib, pul berib, oxirida "Oka, video uchun pulimizni qaytarib bering" deysiz. Oo, 1 minut o'tdimi? Yo'q. Men ham sog'lom turmush tarzi uchun hozir 10 ta ajrimaniya bo'ladi. Bitta presski yomon addushi lekin anu nagruska bo'lyapti. Soat bilan yarimga qo'ying, yomon motivatsiya beryapti. 1 minut 10 sekund qoldi. Gapirgim kelmayapti shu narsa. Ko'rib turganlar bu narsa oson bo'lishi mumkin. Unda просто siz o'z xonangizdan yoki o'tirgan joyingizni просто qilib ko'ring. Hatto 1 minut turing. Qancha qoldi? Turolmaysiz, no просто qiyin. Qancha qoldi? 36 sekund, 35 sekund qoldi. Emotsiyalar qanaqa? Chotki. Qizarib ketdi, lekin. Oke, qancha qoldi? 23 sekund. Sani. 20 19 18 5 4 3 2 1 va bo'ldi. Voy. Mana budilnik ham chalib yubordi. Qilib olganimdan keyin mazza qilyapman, lekin hamma joy mazza qildi. O'zi qachon bo'lib ketdingiz? Da. Kuchingizni ko'rsatib qo'ying, mana. Sport hayot, sport sila. Demak, sizdan ham bir ball bor va ana endi bo'lmasam, men hozir bironta o'zim tushirgan topshiriq bajarib ko'raman. Osonroq tushsa, lekin zo'r bo'lardi. Va hop tanladim va menga tushgan topshiriq bu ko'chada chiqqan odamdan Omonxon kanaliga obuna bo'lishni so'rash. Ну да. Ketdi. Ana akadan so'raymiz-da. Assalomu alaykum. Можно мне на 5 минут? Смотрите, я ютубер и узбекский понимаете? Началась она, Лариса. Я ютубер, и можете мне подписаться? Вот у меня сколько именно такое задание сейчас выпал. Ну я сейчас не смогу, когда дома смогу. Я могу сфоткать и дома подписаться. Давайте сфоткайте. Так, Рамонхон, да? Да, это. Все, жду. И спасибо. Nima shart bajarildi? Hozirgi vaqtda obuna bo'ldim, men shart bajargan bo'laman. Uyda rasmga oldilar, işte shoch hosil qilishimiz uchun. Va xuddi shu joyda men sizlardan ham obuna bo'lish so'ramoqchiman. Chunki mana begona inson obuna bo'lyapti va siz men videomni ko'rib turgan holda obuna bo'lmasangiz, u yetib qoladi. Albatta obuna bo'ling, chunki bizning yangi maqsadimiz bor. Va u ham bo'lsa 850 million obunachi. Va menimcha bizda 850 million obunachidan keyin nima qilishimizni bilasizlar. Biladiganlar komment yozib qoldirsin, bilmaydiganlar tushib qolsin. Deb bo'lmasa video davom etadi. 3 minut men qiynalib turdim-da. 30 sekunddan dash bo'lmadi, shu shart bajarib bo'ldi-da. U просто aqlli bo'lish kerak. Hozir ham kimnigacha kutmadim-da. Shunaqasini bir to'xtatib, "Okey, давай" dedim, gaplashdim. Va men shart bajardim. Va endi shart bajarish navbati. Maqsudga tanla va bajar. Va senga tushgan topshiriq va Maqsudga tushgan topshiriq Telefonni 4 marta otib ushlab olish. Voy. No, bu oson tuyulishi mumkin, no telefon silib ketishi mumkin-da. Shuning uchun ham jostki bo'ladi. 4 marta otib emas, otgandan 4 marta aylantirish kerak. Mana bu 1 martagina aylangani. Va shunaqa bir ham 4 marta aylangan oldi ushlab olish kerak. Voy. Ushlab oldim. Ko'p aylandi lekin. 4 martadan da ko'p aylandi. Mana shunaqa qilib ushlab olishing kerak. Va davayt bo'lsa ot lekin ushlab ol. Sinib ketmasin. Aha. Ketdi. 1 2 3 4 5 6. 4dan ko'p aylandi. Ot to'g'ri sanash ko'rsatib etmadim. Va davayt mana odamlar uchun alohida sanaymiz. Va da, yuz bu 4tadan ko'p, shu uchun ham bo'lmasam sanam topshiriq bajarding. Va maqsadi ham bir bor. Do'stlar, o'ylashinglar bo'yicha bu oddiy topshiriq bo'lib tuyulishi mumkin. Xudo aytsa bajarib ko'ringlar, qani shoylisizlar yo'qmi? Просто men shunaqa qilib juda ham ko'p telefonimni ekranini sindirib qo'yganman. No, hammaylar bo'lsa hozir Maqsudga ham 1 ball, Muhassibga ham 1 ball va mendan ham 1 ball. Va shunda o'bji hammamizda 2 balldan bor va bo'lmasa endi g'olibni 3-raund aniqlab beradi. 3-raund. Va endi bo'lmasam 3-raundni ham boshlab olamiz va davayt yana siz topshiriq tanlang. Va sizga tushgan narsa bu. Bilmayman. Ko'zni yumuq holda sirli quti degan narsani yeyish. No, ichidan avvalgina biz bilamiz, siz bilmaysiz. Men chestni bilmayman do'stlar. No, hamma bo'lmasam siz ko'zni yumamiz va sirli qutini oldiga boramiz. Portal bizdan sirli qutimiz kichkinalik qilib bu narsaga mana qaranglar. Bu qanaqa mevaligini bilmayman, lekin mandarinni kattasiga o'xshaydi. Va ichidan nimaligini bilmayman. Hozir shuni muhasdi kelib ko'raman. Vodka, давай. Tamda daraxt bor-ku. Kevaring. Qo'lingizni teqizing. Yo'q, ay. Teqizing. Uy! Nima bu, voy? Ha, teqizing. Uy! Qurbaqa deb o'ylayapman, qurbaqaga o'xshabdi.
Uy, uy. Ha. Tarvuzmi? Yo'q. Shosha qo'lingizni olib turing. Mana shu ko'zimga xolos yeysiz. Sirli qutidagi narsani yeyish kerak edi, просто sirli qutimiz kichkina qildi. Shunday tiqing. Voy, bu qanaqa? Ya, dan deb ko'ringiz qani? Ishlang. Giyin. Ya, bo's bilan emas, bo's bilan ichini. Qattiq ishlang. Qanaqa narsa ekan? Nima bu? Ya, post ekanmi bu? Voy, mana post ekanmi? Mana shu. Men adashib postini yedirib qo'yibman. Endi postini ochib, ichidagi narsani yeb ko'ramiz. Va mana. Voy, ovozini. Drakon. Nima bu buni qara? Drakoniy fruktmi? Bilmayman nima deganingizni ham dajilmayman. Shoshangizni olib beraman, yeysiz. Mana yeb ko'raman. Maya Daniel tushyapti qanaqadir. Sonra yana postini berdingiz. Ko'zingizni oching, yeng. Yaxshi narsa ekan bu. Katta mandarin. Wow! Vuy! Mana qara. Mandarin. Kattaning qara, bashiramda keladigan mandarin bilan. Qanaqa men bu bilan xudo bilan. Ham yoqdimi? Like. Qanaqa bo'lsa bo'ldi? Qo'rqdingizmi yoki javna qilmasdan? Men qarabqana qo'rqdim men nima ekanini. Qanaqadir hayvonni bo'lasiz boshdan. Nima bo'lsam bu topshiriq ham o'tdi. Mani topshiriqni bajarish navbati menga. Va hozir menga tushgan topshiriq bu. Day tanladim. Eng achchiqchilikdan yeb turib, uzoqda turgan bakarishkani ko'pto bilan tepib poylash. Bilashimni tushundinglar? Tushunmagan bo'lsanglar hozir bu topshiriqni bajarayotganimda tushun olasizlar. Mana chini yomon ko'raman-da. Va mana bakarishkani mana shu yerga qo'yaman va ketdi. 5 qadam. 1 2 5. Mashina turib poylashim kerak. Nechta urinishda bo'lsa ham poylashim kerak va har bitta poylamaganim uchun bir tomchidan chiri ichaman. Va mana birinchi tepishim uchun bir tom. Uy, ko'p ketdi. Yalaymi? Tegmadi, bor olib kel. Demak, ikkinchi urinishim uchun yana chili ichishim kerak. Terroz tomoq ochib chilida. Hop, ana endi ikkinchi tepishim uchun yana chili. Endi poylashim kerak 100%. Voy, yana poylamadim, va yana chili. Oy, o'z tomog'im qizib ketdi. Tomog'im qizibdi. Mana buni. Bo'ldi. Mana bakarishga yiqilib qochib ketyapti va men hozir bakarishni ochib kelsa suvni ichaman. Chunki tomog'im ham qizib ketdi. Chilingni. Va endi bo'lmasam Maqsud o'ziga qo'ygan eng oxirgi shart bajaradi. Bitta shart qoldi. Mana shu qoldi va Sarimsoq piyoz yeb 10 ta janglyor qilish to'pda. janglyormi, janglyor? Janglyor такой, janglyor. Ну давайте, bo'lmasa hozir Maqsud mana shuni yeb, mana shu ko'prikda 10 ta janglyor qilish kerak. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 ta. Va bu 10 ta janglyor qilish kerak va atiga 3 taga urinishdi. Agar qilolmasa, bu topshiriq bajarolmagan bo'ladi. Bo'ldi, olib tishladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ldi. 10 ta qolmadi, ikkinchi urinishingda. Tishlab chanaver ochib ketursan. O'sha og'zini ochyaptimi? Davay. Ikkinchi urinishing. 1 2 bo'ldi, 3 ta tugadi. Va ana endi eng oxirgi urinishing qoldi. Foydalaning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bittagina qoldi. Voy! U shuncha harakat qilgan Maqsud shartini bajara olmadi. Demak, hozir shunda 3 raunddan keyin menda 3 ochko, Muxatsikdan 3 ochko va Maqsudda 2 ochko. Demak, Maqsud qizdi. Va Maqsud shartni bajarish kerak. Va shart shundan iborat ediki, bironta odamga borib, siz hozir ismingizni aytsangiz sizga pul beraman deydi. U odam ismini aytadi, ondan keyin pulni berib, bo'ldi, stop bo'ldimi? Opel transport qatib bering, video uchun deb aytish kerak. Mana shu narsa jostki bo'ladi. Давайте, endi Maqsud hozir bu shartni bajaradi. Men ichimda bitta ism o'yladim. Agar ismi shu bo'lsa, samasiga o'n ming so'm beraman. Ismingiz nima? Yo'q, просто. Серьезно? Aldanayapsiz? Yo'q. Mani telyapti, bo'laversin. Biza hozir tabriklaymiz, o'n ming so'm. Men unaqa olinglar. Qo'rqaman men. Rostdan Al. Endi men bu bizda video olyaptik. Video bo'lgandan keyin hozir birtalay vaqt ketdi. Qaytardirasiz. Ya hazırlaştın. Koş. Rahmat. Bir Maqsud şartı bajardı. O şunu video tugadi.